Assalomu alaykum. Bugun siz bilan takrorlanuvchi algoritmlarga mansub bo'lgan for sikli bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, o'tgan darsda o'zi takrorlanuvchi algoritm nimaligi haqida tushunchaga ega bo'lgansiz degan umiddaman. Xo'p, for sikli bizga nima uchun kerak va uni qanday ishlatamiz? Tasavvur qiling, sizda bitta amalni 100 marta yoki hatto 1000 marta qayta bajarishingiz kerak. Buning uchun har safar kod yozishga albatta vaqtingiz yo'q. Aynan shu yerda bizga for operatori yordam beradi. For operatori yordam beradi. For takrorlash operatori. U ma'lum bir ro'yxat yoki oraliqdagi har bir elementni bittadan olib, siz buyurgan amalni bajaradi. Masalan, Navoiydagi barcha yoshlar ro'yxatini tuzishimiz kerak. For har bir yoshning ismini ustida alohida ishlov berish uchun qulay hisoblanadi. Xo'p, mana bu yerda for in range abasi nimani anglatadi? Bu yerda forda 3 ta qadamdan iborat. Asosan a bizada step, ya'ni boshlang'ich qiymat. B stop, ya'ni tugash qiymati. S esa step, ya'ni qadam. Hisoblanadi. Ya'ni for biz qaysi sondan boshlaymiz? Birinchi shu qiymat kiritiladi a ga va qaysi songa yetganda to'xtaydi. Ya'ni b soniga yetganda to'xtaydi. Qadam tashlash masofasi hisoblanadi. Ya'ni a b gacha borayotgan paytida nechtadan o'sib borishi yoki nechtadan ko'payishini aks ettiradi. Misol uchun deylik, range birdan boshlansin, 10 gacha borsin va ikkita qadamdan oshib borsin. Bunda bizga bu operatorimiz natijasi 1, 3, 5, 7 va 9 raqamlarini chiqarib beradi. Keling, buni amalda ko'ramiz. Hop, Pythonda ya'ni kodini yozib boramiz. Python dasturiga kirib olamiz va yangi ish maydon ochamiz. Aytganimizdek, boyagi misolda endi kod holatida yozib boramiz. Ya'ni 1 dan 5 gacha bo'ladigan sonlarni ketma-ket chiqarib beradigan dastur tuzamiz. For range, ya'ni i degan o'zgaruvchi kiritib oldik. In range esa range asosan bizga sonlarni ketma-ket chiqarib berishimiz uchun yordam beradi. O'rtada 2 nuqta qo'yamiz. Print Hop, endi buni tekshirib ko'ramiz. Mana bizga bu 1 dan 5 gacha bo'lgan soatlarni ketma-ket qilib chiqarib berdi. Agar biz bunga shart ham qo'shishimiz mumkin. I plus 2, ya'ni 2 dan oshib borsin degan shart beramiz. Keyin bu ishlaydimi tekshirib boramiz. Xo'p, yana for operatorini boshqa misollarda ham ko'rib chiqamiz. Hop,
mana bu misolga kelsak, k va n butun sonlari berilgan. N marta k soni chiqarilsin. Bizga namuna sifatida 3, 4 soni berilgan va 3 soni 3 marta chiqarilgani ko'rsatilgan. Bizga shu natijasini chiqarishimiz uchun kodini yozib ko'ramiz. Hop, bularga boshlang'ich qiymat bera olamiz. Ya'ni k va n butun sonlar berilgan. Ularni ketma-ket yozishimiz uchun k virgul n teng map dan foydalanamiz bir qatorda yozilganligi uchun. Qavs ochamiz. Butun sonlari berilgan, shuning uchun int o'zgaruvchisidan foydalanamiz. Va ularni bir-biridan ajratib yozish uchun split o'zgaruvchisini kiritamiz. For image print Hop, dasturimiz ishlaydimi yo'qmi tekshirib ko'rsak. Misolimizga o'tamiz. 3 bilan 4 son berilgan. 3 sonini mana bu 3 marta chiqarib berdi, lekin ketma-ket holatda emas. Buni qay holatda qilsak bo'ladi? Ya'ni bizga faqat qadamlarini chiqarib berdi hozirda. Buni yonma-yonga chiqarishimiz uchun kdan keyin virgul qo'yib olamiz va end so'zini yozamiz. Tenglik va qo'shtirnoq ochib olamiz. Bo'shliq tashlaymiz. Ya'ni ketma-ket yozganda orada masofa qolish uchun. Endi tekshirib ko'ramiz. 3 va 4 sonlari. Mana ko'rib turganingizdek, endi ketma-ket holatda yozib berdi. Hop, ko'rib turganingizdek, for operatori murakkab jarayonlarni soniyalar ichida hal qilish imkonini beradi. Keyingi darslarimizda ushbu siklni amaliy loyihalarda qo'llashni va takrorlanuvchi algoritmning boshqa sikallarini ko'rib chiqamiz. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.